Hammaga salom foydakashlar. Foydakash YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib mana shunaqa chet el raqamlarga Telegram akkaunt ochish usulini ko'rsatib beraman. Sizdan faqatgina bittagina iltimos talab qilamiz. Mana shu videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning keyingi videolarimizni va foydali bo'lgan videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Videoni oxirigacha ko'ring va video haqidagi izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Biz unday bo'lsa biz videorolikni davom ettiramiz. Mana shunaqa chet el raqamlar, ya'ni bu raqamimiz hozirda Bangladesh davlatining raqami hisoblanadi. Mana shunaqa chet el raqamlarga qanday qilib Telegram akkaunt ochish mumkin? Bu juda ham oson do'stlar. Bunaqa raqamlarni olish qiyin, lekin men sizlarga mana shunaqa raqam bor bo'lgan bir joyni ko'rsataman. Hozir mana shunaqa men ko'rsatadigan usul bilan demak Telegramda yozsangiz, bemalol siz ham mana shunaqa Telegram akkauntlar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu Telegram akkauntlarni siz xohlagancha ishlatsangiz bo'ladi. Spam emas, top-toza, ya'ni yangi Telegram akkauntlar hisoblanadi. Sizning demak o'zbek raqamga ochilgan Telegram akkauntingiz qanaqa ishlasa, bu ham xuddi shunaqa ishlaydi. Faqatgina bu virtual Telegram akkaunt. Demak, qanday qilib bu raqamlarni olamiz? Bu raqamlarni olish uchun birinchi navbatda Telegramga kirasiz va Telegramdan qidirasiz. Foydakash raqam deb qo'shib yozasiz va ostidan bot deb mana shunaqa chizgicha bilan yozadigan bo'lsangiz, bizning mana shunaqa foydakash raqam bot Telegram botimiz kelib chiqadi. Aynan mana shunaqa qilib yozing do'stlar. Mana shunaqa qilib yozadigan bo'lsangiz, mana shu bot kelib chiqadi. Mana shu botga o'tasiz. O'tgandan so'ng bu botga boshlash tugmachasini bosasiz. Demak, bu foydakash raqam bot hisoblanadi. Bu bot yordamchi bot hisoblanadi. Ya'ni siz boshqa mashinik odamlarga ishonib qolmasdan aynan mana shu botga kiradigan bo'lsangiz, demak, mana shu bot orqali Telegram akkauntlar sotib olsangiz bo'ladi. Telegram akkaunt sotib olish uchun nima qilamiz? Mana shu botga kiramiz, start buyrug'ini bosamiz va bu yerdan virtual Telegram akkaunt bor. Mana shu virtual Telegram akkaunt tugmachasini bosadigan bo'lsak, bizga ikkita admin beradi. Mana shu birinchi admin va bu yerda ikkinchi admin. Birinchi admin do'stlar, siz spam bo'lmasangiz, agar hozirgi akkauntingiz spam bo'lmasa, mana shu adminga yozish orqali bemalol demak raqam sotib olishingiz mumkin, ya'ni Telegram akkaunt sotib olishingiz mumkin. Agar siz spam bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu ikkinchi adminga bosib, botga o'tib, bot bilan demak yozishib, demak spam bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu ikkinchi admin ustiga bosasiz. Bosgandan so'ng boshlash tugmachasini bosib, bu bot, ya'ni spamlar uchun javob beradigan admin. Bunga ham odam qaraydi do'stlar. Startni bosib, xabar kelmasa, demak chiqib ketmang. Shunchaki startni bosasiz va nomer kerak deb yozasiz. Yozganingizdan so'ng sizga admin javob beradi. Xabaringizni o'qigandan so'ng sizga admin javob beradi tez fursatda. Javob bergandan so'ng sizga nomer narxlari va qanday qilib olishingiz mumkinligini ko'rsatib aytib beradi. Agar spam bo'lmasangiz, birinchi adminga o'tib, aynan mana shu Dadaxon O profiliga yozadigan bo'lsangiz, biz sizlarga ishonchli tarzda Telegram akkauntlari topib beramiz va do'stlar, siz aldanib qolmaysiz. Eng muhimi mana shu ishonch. Siz eng ishonchli joydan sotib olyapsiz. Bu agar akkauntlar qandaydir muammo tug'dirsa ham, biz mana shu muammolarni hal qilib sizga akkaunt, ya'ni yangi spamsiz Telegram akkauntlar topib beramiz. Agar do'stlar bizni demak ishimizga shubha bilan qarayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana botda isbotlar bo'limi bor. Mana shu isbotlar bo'limini bosadigan bo'lsangiz, biz ikkita kanal ulab qo'yganmiz bu yerga. Birinchi kanal va ikkinchi kanal. Mana shu ikkita kanalda ko'rish orqali bizning demak xarid qilgan odamlarni demak bu yerga isbotlarini tashlab qo'yganman. Misol uchun birinchi kanalga o'tamiz. Birinchi kanal tugmachasini bosadigan bo'lsak, bizning foydakash isbot Telegram kanaliga olib o'tadi. Aynan mana shu Telegram kanalga o'tib, siz bemalol kimlar raqam sotib olgan, qachon sotib olingan, hammasini isbotlarini ko'rasiz. Bu yerga biz skrinshotlar orqali qachon, qay vaqt, qanaqa raqam sotib olgan hammasini bu yerga tashlab boramiz. Mana Telegram Premium olib berish xizmatimiz ham bor. Telegram akkauntlar sotish xizmatimiz bor. Mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, Telegram akkaunt sotilgan. Mana bu yerda mana Telegram akkaunt berilgan, kod yuboring deyilgan va mana kod yuborilgan va bu akkauntga kirilgan. Mana
bo'ldi, ishladi deb yozilgan. Ko'rishingiz mumkin, bu real, demak, akkauntlar, ya'ni siz bemalol qo'rqmasdan bizdan Telegram akkaunt sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana juda ko'p odamlar bizdan Telegram akkauntlar xarid qilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana siz ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Aynan foydakash isbot deb yozadigan bo'lsangiz Telegramga, bizning aynan mana shu foydakash isbot Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Bemalol kirib o'zingiz tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Demak, ikkinchi kanalimiz esa bu botdagi foydagash raqamlar bot, bu maxfiy kanal hisoblanadi. Bunga ham qo'shilib qo'yib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Kanalga qo'shilish so'rovini yuborib sangiz, mana qo'shilasiz. Bu yerda bugun ochildi, ya'ni yangi ochilgan, bugun tashlandi. Bunga ham tashlab boriladi endi. Ya'ni kim qachon raqam oldi, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bugun o'zida mana ikkita odam bizdan raqam sotib oldi. Buni ham isbotini tashlab qo'yganman. Bemalol do'stlar bizdan ishonchli tarzda raqam sotib olishingiz mumkin. Mashinalarga aldanib qolmang. Bu raqamlarni o'zingiz saytlardan qidirib topib olishingiz mumkin, lekin juda ham qiyin. Olish juda ham qiyin. Qiyin olish oddiy ola olmaysizda, ya'ni oddiy kartalar bilan olib bo'lmaydi bu raqamlarni. Bu raqamlarni o'zini maxsus kartalar orqali sotib olasiz. Bu O'zbekistonda unaqa kartalar sizda mavjud bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun boshingizni og'ritmasdan mana shu foydakash raqam botga kirib, bemalol adminlarga yozish orqali bizdan raqam sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Kanalimizda botga kirmasdan to'g'ri kanalga kirib ham adminga yozish orqali raqam sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana foydakash isbot deb yozadigan bo'lsangiz Telegramdan mana shu kanal kelib chiqadi. Bemalol Telegram akkauntlarini olishingiz mumkin. Do'stlar, bugungi video roligimiz shundan iborat edi. Mana shu foydagash isbot Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin, kommentariyaga yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.